Assalomu alaykum qizlar, yaxshimisizlar? Mana mani navbatdagi narsalarim keldi, tovarlarim. Har xil choylar, o'zimni onajonlarimga, dadamlarga hammaga zakaz qildim. Yarmini sotib keldim yo'lda, narsa shampun, dezodorantlardan. Men buni o'zim ichyapman, kollagen. Mana kokteyllar Wellness'dan. Keyin mana ishlatadigan kremlarim, o'zimni spreylarim, qaranglar, geldilar dushalarim, hammasi Faberlic. Mana o'zim ishlatadigan duxiyam. O'zi yarim qopti, xudo xolasa boshqachasidan olaman yana. Xullas shunaqa mazza, hammomimiz ham to'lib ketgan, Faberlicga oshxona ham to'lib ketgan. Zakaz urolmay o'tirgan qizlar mana. O'ylanmasdan olaveringlar, zo'r mahsulotlarimiz. Kremlarini уже men kollagen tugadi. Ikkinchi martasini oldim.